yaxshi. Qalay kayfiyatlar? Oldin hamma farzandlarimiz ota-onasidan eng ko'p gap eshitishi mana shu kompyuter ko'p o'ynama, o'yin o'ynama, qiladigan ish shumi deb gapirishadi. Mana Xudoga shukr, butun dunyo o'zgarganidek bu yo'nalishga ham yangilik kiritildi. Osiyo o'yinlariga Xudo xolasa Aichi Nagoyada keyingi 2026-yilda bo'ladigan Osiyo o'yinlariga Tiger Sportdan qo'shildi. 13 turi bo'yicha oldin o'ynayapsizlar. Bu yo'q bu. Dota bor, Xohlasa hammalarga omad tilaymiz. Sizlar ham shu yo'nalishimizni rivojlanishiga o'zlaringiz hissalaringizni qo'shib, xohlasa muhtaram prezidentimizni, xalqimizni medallar bilan xursand qilsangiz, kelajakda katta olimpiadaga ham qo'shilib qoladi.